Sniper bu. Qattiq otyapti. Ma shulda qaqqaydi, men qaqqaydim. Bularkan. Hech o'tirib tashlayapti. Prosta headshot qilyapti. Headshot bu shunchaki headshot emas, kattagina omad. Headshot berayotgan bo'lsangiz, demak bu sizning omadli o'yiningiz. 70-99 headshot ursangiz, bu sizning omadsiz o'yiningiz. 181 100 dan katta headshot ursangiz, demak sizning omadli o'yiningiz shu o'yin. Jonim, headshot urish maqsadida dravag'ini osmonga otibdi. Mana bir o'zidan anov cheater yasab olgan akam bor edi. Har doim stal bilan headshot uraman deb tepaga o'tardi. Akamlar headshot uraman deb tepaga o'tardilar. O'zida headshot yasab. Cheater. Bu tarafdan o'tib ketsa bo'ladi. Mayli, amallaymiz. Bavariya bilan kimdir o'ynayapti. Gol urdi Bavariya. Uringan bo'ldi. Hop. Drabash tal. Hop, chiqib drabash tanlaymikin ha? Nima deysizlar? Yaqindan kelsa ot o'ldiraman. Drabashdan qancha yaqin otsa shuncha ko'p jon oladi. Qancha yaqin otsa shuncha ko'mcha bo'ladi. Wi-Fi qotdi. Mayli, videoni tugatishga zo'r unaqa vaqt. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Qanaqa o'yin o'ynashimni kommentda yozib qoldiringlar. Uzr. Xayr.